Vashingtonda Isroil elchixonasining 2 xodimi otib o'ldirilgan. Gumonlanuvchi Falastinga ozodlik deb hayqirmoqda. Trampning Rossiya Ukraina urushini tugatish qanchalik oson bo'lishi haqidagi so'zlari va uning uzoq vaqtdan beri dunyoga elayotgan qaynoqqina lag'monlari haqida. Bugungi mavzularimiz sizga biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'rmasangiz tushunmay qolishingiz ehtimoli ham bor. Keling avvaliga videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va bizni qo'llab-quvvatlang. Biz esa avvaliga yengil hazm bo'luvchi mavzu bilan videoni boshlaymiz. Washingtonda Isroil elchixonasining 2 xodimi otib o'ldirilgan. Gumonlanuvchi esa Falastinga ozodlik deb hayqirmoqda. Yarmon Lishinsky va Sara Milgrim chorshanba kuni Washingtonda poytaxt Yahudiy muzeyi yaqinida otib o'ldirilgan. Gumonlanuvchi Elias Rodriguez hibsga olinganida ozod Falastin deb baqirgani aytilmoqda. Politsiya boshlig'i Pamela Smithning so'zlariga ko'ra, huquq-tartibot xodimlari gumonlanuvchini voqea joyida qo'lga olgan. Qurollangan shaxs hibsga olingandan keyin ozod Falastin deb baqirdi, deydi Smith. Bir marta qo'liga kishan solingan holda gumonlanuvchi qurolni qayerga tashlaganini aniqladi va o'sha qurol topildi va u jinoyat sodir etgani nazarda tutildi, deydi u Washingtondagi matbuot anjumanida. Bu odam asli chikagolik 30 yoshli Elias Rodriguez ekanligi aniqlandi. Guvohlarning matbuotga aytishicha, u otishmadan so'ng ko'rinib turganidek xafa bo'lib muzeyga kirgan. Yig'ilganlarning ba'zilari hujumchi gumon qilinayotganini tushunmay unga yordam berishgan. Xabarga ko'ra, dastlab muzey xavfsizligi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Washington markazidagi muzey FQB idorasidan bir necha qadam nariroqda joylashgan. 2 qurbon, bir erkak va bir ayol boshqa 2 kishi bilan birga muzeyda g'azoliklarga yordam berish bo'yicha tadbirdan mahalliy vaqt bilan 21:00 atroflarida ketayotganida qurollangan shaxs ularning guruhiga qarata o't ochgan. Jabrlanganlardan biri voqea joyida vafot etgan, ikkinchisi esa og'ir ahvolda mahalliy shifoxonaga yetkazilgan. Biroq uni ham saqlab qolishning iloji bo'lmadi, deyiladi rasmiy xabarda. Qurbonlarning shaxsi hozircha ma'lum qilinmadi. Isroilning AQShdagi elchisi Lechiel Leyterning aytishicha, halok bo'lgan 2 kishi unashtirilishi kutilgan yosh er-xotinlar bo'lgan. Erkak kelasi hafta Quddusda sevgilisiga turmush qurishni taklif qilish niyatida shu hafta uzuk sotib oldi, deydi Leyter. Isroilning AQShdagi sobiq elchisi Mike Gersog Isroil armiyasi radiosiga o'ldirilgan ayol amerikalik elchixona xodimi, erkak esa isroillik ekanini ta'kidlagan. Trampning Rossiya Ukraina urushini tugatish qanchalik oson bo'lishi haqidagi gaplari va dunyo olamiga qaynoqqina taqdim etayotgan lag'monlari haqida. Xo'sh, bugun biz nega bu kinoyani ishlatayotganligimizni hozir bilib olasiz. Keling, bu mavzuni boshlashdan avval sizni dunyo quloqlariga osilgan hozirgi qaynoq lag'mon bilan bog'liq retsept bilan tanishtirib o'tsam. Faqat siz Trampning vaqtlar osha notiqlik ila muzokaralarga aralashuv jarayonlariga diqqat bilan e'tibor qaratishingizni so'rab qolamiz. Oval kabinetga kelishimdan oldin hammamiz birgalikda prezidentlikni qo'lga kiritganimizdan ko'p o'tmay biz Rossiya va Ukraina o'rtasidagi dahshatli urushni hal qilamiz. U hal qilinadi, urush hal qilinadi. Men ikkalasini ham olaman. Men Zelenskiyni ham bilaman, Putinni ham bilaman. Bu ish 24 soat ichida bo'ladi. Tomosha qiling. Bu janob Trampning AQSh taxtiga kelishdagi uzundan uzun va'dalarining eng qaynog'i edi. Endi qolganlarga o'tamiz. Xo'sh, nima? Endi bu shunchaki va'da bo'lib qoldimi yoki maqsadmi? Yoki eplash qiyin bo'layotgan strategiyaning qulaganimi? Trampning ijtimoiy tarmoqdagi yana bir postidagi jumlalarga e'tibor bering. Tramp Rossiyaga yangi tariflar kiritish bilan tahdid qilishdan boshladi. Rossiyaga qarshi sanksiyalar Qo'shma Shtatlar bilan savdoni sezilarli darajada qisqartirdi.
2021-yildagi 36 milliard dollardan 2024-yilda 3,5 milliard dollargacha tushirildi. Ammo Rossiya hech qachon uning yaqin savdo hamkori bo'lmagan. AQShning Kanada bilan savdosi esa kuniga 3,6 milliard dollarni tashkil qiladi. Xo'sh, bu raqam bilan 2024-yilda qisqartirilgan Rossiya bilan savdoning 3,5 milliardlik qisqartirilishini o'zaro solishtirib ko'ring. Bundan tashqari, Tramp 2-aprel kuni 185 mamlakatdan import qilinadigan tovarlarga o'zaro bojlar joriy etishini e'lon qilganida, u qandaydir tarzda Rossiyani ro'yxatdan o'tkazib yubordi. Qandaydir tarzda, balki ko'z ilg'amay qolgandir. 18-fevral jurnalistlarga Trampning izohi. AQSh va Rossiya rasmiylari Saudiya Arabistonida Ukraina rasmiylari ishtirokisiz uchrashdi. Bu ikki qudratli davlat o'rtasidagi 3 yil ichida birinchi uchrashuv bo'ldi. Kiyev shikoyat qilganida Tramp Rossiyani mojaroga itarib yuborishni taklif qildi. Yana bir bor u tinchlik kelishuviga har qanday yarim pishiq muzokarachi osonlikcha erisha olishini da'vo qildi. Yodingizda bo'lsa, 28-fevral kuni Zelenskiy va Tramp Oq uyda hammaning oldida qilgan mazmunli suhbatini o'tkazgan edi. Shunda janob Tramp uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga quyidagilarni aytgan: "Biz bugun Oq uyda juda mazmunli suhbat o'tkazdik. Bunday oro va bosim ostida suhbatsiz hech qachon tushunib bo'lmaydigan ko'p narsalarni bilib oldik. Ajablanarlisi, tuyg'u orqali paydo bo'ladigan narsa va agar Amerika aralashsa, prezident Zelenskiy tinchlikka tayyor emasligini angladim. Chunki u bizning ishtirokimiz muzokaralarda unga katta ustunlik beradi deb hisoblaydi. Men afzalliklarni istayman. Men Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar vazirligi rahbariyatidan norozi bo'lishlarini istamayman. U tinchlikka tayyor bo'lganda qaytib kelishi mumkin." Tramp shuningdek Zelenskiyga shu kuni ommaviy axborot vositalari ko'z o'ngida relsdan chiqib ketgan muzokara tufayli qazilma boyliklar borasidagi shartnoma imzolanmay qolganini bildirib, "Endi sizda boshqa kartalar qolmadi" degandi Zelenskiyga yuzlanib. 11-mart kuni esa Saudiya Arabistonidagi AQSh-Ukraina muzokaralaridan so'ng Zelenskiy Qo'shma Shtatlar taklif qilgan Rossiya bilan urushning butun front chizig'ini qamrab olgan 30 kunlik sulhni qabul qilganini aytdi. Ukraina bu taklifni qabul qiladi. Biz buni ijobiy deb hisoblaymiz. Biz bunday qadam tashlashga tayyormiz va Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyani bunga ishontirish kerak, degandi Zelenskiy. 18-mart kuni Tramp o'z izohlarida Rossiya prezidenti Putin bilan bugungi telefon suhbatim juda yaxshi va samarali bo'ldi. Biz to'liq o't ochishni to'xtatish va pirovardida Rossiya va Ukraina o'rtasidagi bu juda dahshatli urushga yakun yasash uchun tezda harakat qilishimizni anglagan holda barcha energetika va infratuzilma bo'yicha zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga kelishib oldik, degan fikrni bildirgandi. 30-mart kuni esa janob Tramp yana o'zining odatiy va mohirona ammo bo'm-bo'sh nutqi davomida Putin bilan qonli urushni to'xtatishga kelisha olmasa, Rossiya nefti va neft mahsulotlariga yangi boj tariflarni qo'yish bilan, ammo amalda qilinmaydigan tahdidni aytib o'tgandi. May oyining boshlari va 8-kunida Tramp taraqqiyot belgisi sifatida Putin tomonidan e'lon qilingan bir tomonlama 3 kunlik otashkesimga ishora qildi. Ukraina esa Rossiya buni hech qachon istamaganini va turar joylar o'qqa tutishda davom etilayotganligini aytgandi. Rossiya esa Ukrainani otashkesimni buzganlikda da'vo qilgandi. 16-may shu kuni Rossiya va Ukraina birinchi bor to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralarini Istanbulda o'tkazdi. Bu so'nggi 3 yillikdagi ikki davlatning ilk bor yuzma-yuz uchrashuvi edi. Ammo Putin faqat past darajali delegatsiyani yubordi va muzokaralar bor yo'g'i 2 soatdan so'ng katta mahbuslar almashinuvi bo'yicha kelishuv bilan yakunlandi xolos.
Rossiya Ukrainaning vaqtinchalik o't ochishni to'xtatish haqidagi takliflarini rad etdi. Rossiya delegatsiyasi rahbari Vladimir Medinskiyning qayd etishicha, Shvetsiya va Rossiya 3 asr avval 21 yillik urush olib borgan. Rossiya abadiy urush olib borishga tayyor, dedi u ukrainaliklarga qarata. Yaqindagina Tramp Putin bilan yana 2 soat gaplashdi va o'zining Truth Social postida Putin o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralarni boshlashga rozi bo'lganini yana bir bor aytdi. Ko'p jihatdan bu Putin uchun eng yaxshi natijadir. Rossiya G'arb sanksiyalari bilan yashashni o'rganib oldi. Telefon qo'ng'irog'ini Rossiya tomonidan o'qigan rasmiy bayonotida Putin mojaroning asosiy sabablarini yo'q qilishga chaqirdi. Amaldagi Ukraina hukumatini almashtirish va uning armiyasini sterilizatsiya qilish kodi amalda Ukraina mijoz davlatga aylanishini ta'minlaydi, dedi. O't ochishni to'xtatish shartlari sifatida Putin avvalo Ukrainaning Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporojye viloyatlaridan Rossiya hozir qisman nazorat qilayotgan hududlardan Ukrainaning butunlay chiqib ketishini istashini aytdi. Bu hatto aprel oyida Vitkov tomonidan ilgari surilgan taklifdan ham ko'proq yerlarni berish degani. Ammo Ukraina rahbari bunga hech ham ko'nmadi. Bu bizning yerimiz, biz qo'shinlarimizni hududimizdan olib chiqmaymiz, dedi Zelenskiy. Biroq amerikaliklar hozir prezident Tramp davrida ikki tomon bu to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar bo'yicha 3 yil ichida birinchi muhim qadamga kelishib olganini da'vo qilishmoqda. Biz esa yuqoridagi fikr va voqeliklardan anglashimiz mumkinki, Tramp Putin yaqin orada kelishuvga rozi bo'ladi degan optimizmni qayta bildirgan. Har doimgidek hozircha Putin bu suhbatdagi kelishuvlarga amal qilmasdan kelmoqda. Ukraina o't ochishni to'xtatishga rozi bo'ldi. Putin buni rad etdi. Tramp Putinni sulh shartlari haqida gapirishga rozi bo'lganini da'vo qilishi mumkin. Ammo Putinning hozirda ko'ndalang qo'yayotgan shartlari Ukrainani parchalab tashlaydi va Rossiyaga 3 yillik mojaroda g'alaba qozona olmagan hududlarni berish imkonini yaratadi xolos. Xullas, bu gegemonlar hozircha geosiyosiy maydonda bir-biriga teatr sahnasidagi kabi qattiq gapirib, amalda bir-birini boshini silayotgandek tuyulmayaptimi? Bugungi mavzuyimizni shu yo'sinda tugata qolamiz. Aniq ma'lumotlarga ega bo'lmasdan, xulosa yasamasdan muhokamani o'zingizga qo'ya qolamiz. Dunyo geosiyosatida bo'lib o'tayotgan voqealar va o'zimiznikilar bo'yicha fikr mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Atrofingizda bo'layotgan voqeliklarga bee'tibor bo'lmang deya qolamiz. Muhim 24 ni kuzatishda davom eting.